ovqatga harakat boshladingiz? Ha, boshladim. Nima ovqat qilay? Makaron qila qoling. Xo'p, boladoyjon. Ha, piyoz ham shart emas. Nega piyoz archyapsiz? Suvda qaynatsangiz bo'ldi. Xo'p, boladoyjon. Xo'p. Kelini dadasini mardikorchilik qilayotganiga nomus qiladi deb o'ylagan edim. Nega keldingiz deb dodvoy soladi desam, pinagini ham buzgani yo'q. Tavba, bular qanaqangi orsiz odamlar, a? Hammani oldida menga chopon kiygizgani uchun bir mulzam qilib alamim bo'lmasammi?